$39.900 dollarga akalar Novostroydan xonadon topib qo'ygan. Padir qismini ko'rsangiz bo'ladi. Padizimiz ham katta, keng, xonadonimiz g'ishtdan qurilgan bo'ladi. Akalar eshigi ham juda ham yaxshi, qimmat eshiklardan qo'yib qo'yishgan ekan, ko'rishimiz mumkin. Uyimiz 38 kvadratdan iborat bo'ladi. Kirishimiz bilan bizani shunaqa koridor qismimizni kutib oladi. Ko'rishimiz mumkin, chap tomonda sanuzel qismimizda ham shunday holatda bo'ladi. Chiroylikini kafelardan yopishtirib qo'yilgan. To'rga o'tganimizda ayollarning sevimli bo'lgan oshxona qismini ko'rishimiz mumkin. Kattagina o'lchamda bu yerda bemalol choy o'tiradigan joylarni qilsangiz mumkin. Investitsiya uchun juda ham zo'r variant hisoblanadi. O'zining mana xolodilnigi bor, mebellar yasatib qo'yilgan, mebellarni ilasiz joyiga va bu yerda mebelimizdan pastki qismi kir mashinasi, tashqariga qaragan kattagina oynasi bor, o'zining kotyol, sho'chkiklari qo'yilgan. Xonadonimiz investitsiyaga ham juda ham zo'r variant hisoblanadi. Bemalol $300-400 dollardan ijara chiqib qo'yasiz akalar. Bu srochniy narx bo'ladi, ya'ni bizga qarzi hisobiga o'tgani uchun tezda sotish kerak deb murojaat bilan chiqishdi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, zal qismini kattagina keng, xonadonimiz go's remontda bo'ladi. Ya'ni xohlasangiz bitta chiroyli qilib abo yopishtiradigan bo'lsangiz, maza qilib yashaydigan variant bo'ladi. Uyimizning kichkinagina balkon qismi bor, lokatsiyaga keladigan bo'lsa, bu yerda to'rimiz mashina bozori, pastda mana avtosalonimiz bor. Yurganimiz bu yerda mana katta mostimizda Chilonzor Malikasuga chiqib ketiladi. Chapga ketsangiz Abu Saxiy, o'ngga ketsangiz Qo'ylu, to'g'ga ketsangiz Yujniy vokzal hisoblanadi. Akalar lokatsiyamiz ham juda ham zo'r, top lokatsiyalardan hisoblanadi. 9 qavatli binoning 6-qavatida joylashgan, yangi Novostroyga g'ishtdan qurilgan 38 kvadrat, $39.900 dollar. Faqatgina naqdga iloji bo'lsa shunaqa naqdga uy qidirgan tanishlar bo'lsa videoni jo'natib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa pastda nomer qoldiraman. Telegram kanalida bundanda ko'proq variantlarimiz bor. Uy sotmoqchi bo'lgan tanishinglar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Tezda sababini qilib uylarni sotishga yordamlashamiz.